Qattiq diskni sotib olayotganda siz uning saqlash hajmini va qancha saqlash kerakligini bilishingiz kerak. Qattiq disk odatda operatsion tizim, dasturiy ilovalar va turli fayllar kabi muhim ma'lumotlarni saqlaydigan kompyuterdagi asosiy saqlash qurilmasi hisoblanadi. Ba'zan u S-disk deb ataladi, chunki Microsoft Windows'larda qattiq diskdagi asosiy bo'lim S harfini belgilaydi. Ba'zi bir kompyuterda turli xil saqlash joylarini ko'rsatadigan bir necha haydovchi harflar bor. Masalan, S, D, E bo'lgan bir yoki bir necha qattiq disklar mavjud. Agar sizga planshet kerak bo'lsa va masalan ko'p sonli videolarga ega bo'lishni taxmin qilsangiz, sizda 8 gigabayt o'rniga 64 gigabayt bo'lishini ta'minlashingiz mumkin. Xuddi shu narsalarni kompyuterda qattiq disklarga ham tegishli. Siz ko'p HD video yoki tasvirlarni saqlaysizmi yoki fayllaringizning aksariyati onlayn rejimda saqlanadimi? Siz 4 gigabaytdan 500 gigabaytgacha bo'lgan saqlash parametrlari bilan ichki yoki tashqi disklarni xarid qilishingiz mumkin. Qattiq diskni tanlash, saqlash uchun qancha joylar ajratish to'g'risidagi qaror sizning fikringiz va talablaringizga bog'liqdir. Qattiq diskni kompyuterning asosiy xotirasi deyish mumkin. Tizim bloki kompyuterning eng asosiy qismi bo'lib, barcha hisoblash va boshqarish ishlari shu yerda bajariladi. U kompyuterning miyasi hisoblanadi. Monitor esa kompyuterda bajarilayotgan ishlarni ko'rsatib beradigan chiqish qurilmasidir. Monitor yordamida matnlar ko'riladi, rasm va videolar ko'rsatiladi, dasturlar bilan ishlash mumkin. Klaviatura esa kompyuterga ma'lumotlar kiritish uchun ishlatiladigan qurilmadir. Klaviaturada odatda 100 dan ortiq tugma bo'ladi. Sichqoncha kompyuter boshqarish uchun ishlatiladigan kiritish qurilmasi. U yordamida ekrandagi obyektlarni tanlash, ochish va harakatlantirish mumkin. Dinamik kompyuterda chiqadigan ovozni eshittiradigan chiqish qurilmasidir. Quloqchin esa ovozni faqat foydalanuvchining o'zi eshitishi uchun ishlatiladigan qurilma. Printer kompyuterdagi matn yoki rasmlar qog'ozga chiqaradigan qurilma. Skaner qog'ozdagi matn yoki rasmni kompyuterga kiritadigan qurilma. Proyektor esa kompyuter tasvirini katta ekranga yoki devorga tushirib ko'rsatadigan qurilma. Web kamera kompyuterga video va rasm uzatadigan qurilmadir. Fleshka esa ma'lumotlarni saqlash va bir kompyuterdan boshqasiga ko'chirish uchun ishlatiladigan qurilmadir. Elektron doska esa kompyuter va proyektor bilan ishlaydigan zamonaviy doskadir.